Allah subhanahu taala deydi ki, sizler Allah'ın argamçısına müstahkem esirler ve bölünüp ketmеңlar. Allah subhanahu taala'nın bu çağırıqı Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin davrını tatib ta davr kıyametkiçi bo'lgan ümmetge tatbiq qilinadigan ayet bu. Qaranglar qarindoshlar. İman bu argamça Allah subhanahu taalaga bevosita Allah subhanahu taalaning rizoliqiga yetkazilgan bir argamchani bayon qilyapti bu yerda. Qo'rqinchilardan, zavolliqlardan nijotlikka erishadigan bu ağamça Qaysar ağamça. Bu ağamça İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu deydi ki, bu deganlik Allah Taala'nın diniga mustahkam eslanglar degan bo'ladi deydi. Allah subhanahu ta'ala'nın şeriatiga eslanglar, Allah Taala nijotlik bersin. Ve İbn Mas'ud radıyallahu ta'ala anhu deydi ki, "Men Allah subhanahu ta'ala'nın va'tasimu bihablillahi jami'a ve la tafarraqu" degani, u bo'lsa jamoat, bir jamoa, bir uyushma, bir yakilanglar. Alaykum bil jamoa. İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu deydi ki, sizlar jamoatni lazım tutinglar. Çünkü o jamoat olsa Allah subhanahu ta'ala buyurgan argamchi shu. İbn Mas'udning tafsiri. Demak qarindoshlar, ummatning bir bo'lganligi, ummatning bir bo'lishi degan haqiqatan nijotlikni keltirdi. Qaranglar qarindoshlar, Nabi sallallohu alayhi vasallam Makkada yolg'iz g'arib holatda bu dinni boshlab, Allah subhanahu ta'alaning elchiligini yetkazib, risolatni yetkazib turib 13 yil mobaynida qalbi, tashqirisi, ichki dunyosi bir bo'lgan 300 ga yaqin sahobani tarbiyalab chiqqanti. Allah subhanahu taala umuman musulmonlarning g'albiga erishadiganligini ko'rsatib qo'ydi. Haqning haq turadiganligi, botilning hamon barbod bo'ladiganligini Badr kunisining o'zi bilan bayon qildi. Qaranglar qarindoshlar, qo'shinning jiqliq emas bu yerdagi. Bu yerdagi g'alba qo'shinning jiqliq bilan emas. Bu yerdagi g'alba birinchi Allohning diniga qaytish va ikkinchisi bo'lsa Allah subhanahu taala bizni tashabbus qilayotgan o'zaro qarindoshlikni mustahkamlash va bir eg'izga qarash va jam bo'lish.